Do'stlar, Artuch damiz. Dengiz metr ana shu tomonga ozroq qoldi va ko'l bor u tomonda. Kelishlaringdan oldin albatta o'zlaringdagi yog' qatlami bilan ozroq shug'ullanishlaring kerak. Chunki Rodaki yodgorligi uy muzey, ya'ni qabridan keyin dengiz sathi 2,5 ming metrga ko'tarilasizlar. Atrofni ko'rsataman. Shuni orqasida demak Ko'li-Kalon deyishadi. Katta ko'l bor. Shunga kelyapmiz. Ozroq qoldi. Demak, bugun 2025-yilda 13 aprel sanasi. Davom etamiz olg'a.